Assalomu alaykum. Bugun lulka to'qimoqchi edim. Shunga sizlarga ham qiziquvchilarga, savollar beruvchilarga video olishga qaror qildim. Bizga kerak bo'ladi 70-35 faner yoki 60-35 xohlagan faneringizdan to'qisangiz bo'ladi va trikotaj ip xohlagan rangingizda tanlov asosida manda baloto berang va крючок 5-razmerdagi. Chunki mana bu teshiklardan o'tishi uchun sal kichikroq крючокda to'qib boshlaymiz. Keyin lulkani o'rtasidan belgilab olamiz. O'rtasidan mana chizig'i bilan belgilab olamiz va o'rtasiga belgi qo'yamiz ko'paytirishimiz uchun. Va yana 8 ta sanab 9-sida belgi qo'ydim. Ikki tomonda, ya'ni 3 ta joyda ko'paytirish ishlarini qilamiz. To'qiganimizda lulkamizdan avvali chiroyli bo'lib ko'tariladi, ichiga kirib qolmaydi. Va manaqa oddiy galchkada to'qiymiz. Yana ish jarayonida videolarimni qo'yib boraman. Kimga qiziq bo'lsa bitta layk bosing, yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'ling.